Biz ayni paytda Farg'ona tumani Guzar mahalla fuqarolar yig'ini Haqiqat ko'chasidagi issiqxonalardan biridamiz. Bu joydagi mahalla aholisining ko'pchilik qismi issiqxonalarda qalampir yetishtirish bilan shug'ullanib kelishadi. Bugun ayni hamkasblar bilan birgalikda ushbu issiqxonalarni tasvirga olish ishlarini olib boryapmiz. Mahallamiz bo'yicha 14 ta issiqxona bor. Necha gektar? $250 milyon daromad qilamiz. Mahallada qancha ayollar ishli bo'lyapti buning orqasidan. Kirishib, yordamlashadi, pullarni beramiz. Tadbirkor yigitimiz bor, G'anijon degan. Shu kishi ancha yangilarni kirgizib, hammaga o'rgatib, tadbirkorlikni boshlab shu kishi boshlagan issiqxonani. Biz ham daromadini bir ko'rib turib, biz ham havas qilib bularni qildik. Yana 4 yildan beri ekanmiz. Daromad yaxshi, Xudoga shukr. Bitta gilos zoradi. Bizni sharoitimizga gilos tushmas ekan. Bir 10 yil, 12 yil, 13 yil kutdim, hosil bo'lmagandan keyin gilosni olib tashlab qolganini issiqxona qildik. Qishlog'imizda ko'pchilik hozir shunga harakat qilib shu issiqxona qilyapti ko'pchilik. Qishlog'imiz sharoitiga juda yaxshi mos keldi bu. Buni qora akula degan tur ekan. Eng o'sha bozor bo'lib, ham tosh bosaydigan, kilo bosaydigan yaxshi sort ekan shu. Altaradan ko'chatchilardan olib chiqamiz, ko'chatlarini olib chiqib tayyorlashib berishadi. Biz tashvish qilmaymiz. Qanaqa sotaman, qayerga boraman deb. O'sha 10 kun bag'i yaxshi kelsa 8 kunda uziladi. O'zlari kelishib, tortib, pulni berishib olib ketishadi. O'g'itini ham suv bilan beramiz. Shu tomirda o'ziga shunday tushib qolar ekan o'g'it ham. Juda yaxshi ekan. Isitishda katta yo'llarimiz bor. Umrga moslashtirilgan issiqlar yaxshi bo'lyapti, Xudoga shukr.